Yashanglar. Juda ham chiroyli kuy. Demak, Dutorim edi kuy nomi. Xo'p, tanishtirib o'tamiz. Sherobod tumanidagi 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining dutor sinfi o'quvchilari ushbu chiroyli kuyni taqdim etishdi. Bugun suhbatdoshlarimiz mazkur sinf o'qituvchisi Barno Mashrabaliyeva hamda Sherobod tumanidagi 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Bahodir Sharipovlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bahodir aka, kayfiyatlar qanday? Kayfiyat yaxshi. Sherobod anori brend. Hamma biladi va Sherobodni dutorchi qizlarini ham bugun hamma bilib oladi endi. To'g'risi, brend darajasida. Xo'p, dutor sinfi o'quvchilar, umuman olganda bugun 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida qanaqa yo'nalishlar bor va qancha yoshlar o'qiyapti ular? Hozir mana Sherobod tuman 8-son bolalar musiqa san'at maktabida 179 nafar o'quvchilar hozir tahsil olmoqda. Mana shu 179 nafar o'quvchilarga 27 nafar malakali ustozlar dars berib kelmoqda. Hozir bular xalq chog'ligi yo'nalishida tahsil oladi. Xalq chog'liqlarida mana dutor chog'liqchilarini o'rganib, mana shu Mashrabali va Barno ustozidan kuylardan, qo'shiqlarni o'rganib kelyapti. Bu yerda hozir ikkita jamoa borda, eng qizig'i. Qanday? Marvarid jamoasi hamda Nihol dutorchilar jamoasi. Marvarid jamoasini ustozi marhuma Shodiyeva Muhabbat Aminovna bo'ladilar. Shu vaqtda hamda Nihol jamoasini rahbari o'sha maktabimizning direktori Saidova Nigora Rajabboyevna shu taklif qilgan, bular tashkil qilgan va mana shu ikkita jamoani bir qilib hozir Mashrabali va Barno dars berib, rahbarlik qilib kelyapti. Juda ham zo'r. Muhabbat opani biz juda ko'p studiyamizga taklif etganmiz ustozni. Haqiqatan ham juda ham yaxshi ayol edilar. Tinib tinchimasdi, to'g'risida. Haqiqatan ham shogirdlarini hozir o'sha Barno ustozni o'zi qabul qilib, yana bilimini davom ettirib ketayotganligi bu zo'r. Xo'p, bugun qizlarni dutorga qiziqish qanday? Bugungi kunda qizlarimizni dutorga qiziqishi yaxshi. Ustozdan keyin ham ancha narsalarga qatnashib, onlayn tanlovlarga, respublika tanlovlariga qatnashib, faxrli o'rinlarni olib kelmoqdamiz. Albatta. Shu men tog'lardan keladigan o'quvchilarimiz ham bor. Laylagondan keladigan 4 ta o'quvchimiz bor. Qoyil. Hozirgacha davom ettirmoqda. Qizlar bilan ishlash jarayoni qanday? Masalan, bir kishiga dutor o'rgatish jamoaga o'rgatishdan ko'ra osonroqda. Ularni o'sha bitta notaga solib, bitta qolipga solib, yangi bir o'sha musiqani taqdim etish menimcha oson bo'lmaydi. Uni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Jamoa bilan ishlash ham, yakka ishlashlar ham bir-biriga bog'liq bo'ladi. Yakka ishlab olib, jamoa bilan qo'shib olamiz. Albatta. Endi baribir mahorat, malaka bu yerda birinchi o'rinda turadi. Barno Mashrabaliyeva o'zini talabaligidan taniymiz. O'zlari ham ustozlaringni nomer 1 edi, mana sizning tilingizda aytganda, ya'ni birinchi raqamli edi. Buncha odam yeta olmasdi. Deylik bir konsertda men Barnoni juda ham kuzatganman. Nima tushib ketgan, otirib ketgan nimadirlari. Lekin shunaqangi olib, qo'yib davom etib ketganligini mendan boshqa hech kim ko'rmagan. Ana shunday mahorat kerak bo'ladi. Mahorat kerak bildirmaganlar hamda, lekin mana shunday bir talabalikda faol bo'lgan yoshimizni bugun shuncha shogirdlari borligi bizni ham quvontiradi. Deylik, o'sha vaqtda zo'r bilim olish kerak, to'g'rimi? Talabalikda, hozir mana shu o'qib o'rganayotgan paytda, barmi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu mana shu darajaga yetishimga ham sizning katta hissangiz bor, ustoz. Yo'q, dutor o'rgatmaganman. Yo'q, biz vaqtimizda ona tilidan ham test bo'lardi-da, ustozga yillab ona tiliga qatnab, testlardan ham yaxshi natija olib, gapirishlari mendan o'tgan lekin. Yaxshi natija olib, o'qishga kirishimga, shu she'rlarga yetib kelishimga ustozimizda ham ko'proq hissalar qo'shgan. Sizga ham rahmat, Farhod aka. Rahmat. Xo'p, endi men o'zimni reklama qilmoqchi emasdim. Shunchaki gapga to'g'ri keldi. Qizlar bugun nechta kuy o'rganib kelishdi? Ijro etish uchun. 3 ta asar tayyorlab keldik. Dutorimni eshitdik. Yana qaysi asarimiz bor? Lola raqsi asarimiz bor. Demak, hozir yigitlarning alohida bir mavzusi bor. Ularni dutor o'rganayotganligi bizni ham qiziqtirdi. Chunki odatda qizlar o'rganib keladi. Yigitlarni qanaqa qiziqtirdingiz? Yigitlarni ustozimiz Muhabbat opa olib kelgan. Bular davom ettiryapti ustozdan keyin. Qo'yil. Hozir ularni o'zidan alohida eshitaman. Birinchi qani Lola gul raqsini ijro etib beradilar. Marhamat.
Yashanglar. Qoyil. Bir xil chiqdi. Hech qaysi qizga, hamma qizga qarab turdim, hech qaysi bir notadan chalg'ib ketmadi hattoki. Albatta. Shunchalar Tushunasizmi? mahorat bilan. Voy Farhod aka Barno tushunaman. opa hozir qizlarni rostdan ham kuzatyapmiz. Ritmlar, qo'l harakatlari Bir xil. umuman adashmayapti-da, bir xil. Necha yoshdan shakllantirib boriladi bolalarda? Bizda asosan qabul o'zi 10-11 yoshdan bo'ladi. Bular Dutorga. Dutorga. Fortepiano yo'nalishimizga 8 yoshdan bo'ladi. Fortepiano yo'nalishimiz 7 yillik, xalq cholg'ulari, dutor yo'nalishlarimiz 5 yillik. O'shaning uchun ham mana 10-11 yoshda yo'nalish nimaga fortepianoga qabul qila olmaymiz. Bular 9 yoshidan boshlab shug'ullanib kelishyapti-da. Ustoz bilan. Zo'r. Birinchi Endi yigitlardan ham eshitsak, Bahodir aka nima deysiz? Chunki bugun musiqa sozini o'rganish juda ham bir qiziq jarayonda. Masalan, yigitlarni dutorni chalishini bilishi bu o'sha Fuzuliydan ma'lum yoki o'sha Fuzuliyning she'rlarida ham keladi, misol uchun-da. Yoki Ozodbek Nazarbekov bu chiroyli qo'shiqlar dutor chalib o'tirsam deb qarang. Shoirlarning so'zida bu. Xo'p, yigit dutor chalib o'tirsam yorim keldi yonimga deydi. Ya'ni o'sha vaqtda ham yigitlar ham dutor chalganda. Hozir ko'pchilik faqat qizlarni musiqa sozi deb qaraydi. Noto'g'ri bu qarash. Hamma soz bu hammaga tegishli. Deylik qizlar doira chalayapti. Deylik karney chaladigan qizlar bor. Bor. Karney chaladi. Men internetda ko'rib qoyil qoldim. Umrimda birinchi marta ko'rishim edi, lekin mahorat bilan chalayapti-da. Ismingiz nima? Husniddin. Husniddin. Nechta kuy o'rgandingiz shu kungacha? Shu kungacha ustoz eng zo'r kuylardan 5 ta o'rgatdilar. 5 ta. Muhabbat opa. Siz Barno ustoz nechta o'rgatyaptilar? Barni ustoz ham ko'p o'rgatdilar. Ha. Eng ko'pligidan sanolyapti nechtaligini. Albatta, endi sanog'i yo'q. Hozir bizga nima ijro etib berasiz? Hozir tojik xalq termalarini chalib beraman. Aha. Marhamat. Qisqa. Qisqaroq qilib chalib bering. Ha, bo'lsa. Rahmat. Bo'ladi. Rahmat. Endi shu o'rinda Bahodir aka ko'pchilik aytadi, dutorni o'rgangan o'sha sozanda barcha shu torli musiqa sozlarini chalib keta oladi deyshadi-da. Masalan, dutorda ritm tezroq-ku, a? Xo'p, qolganlari sekinroq bo'ladi, lekin qolganlarni tez o'rganib oladi deydi. Dutorda endi mana shtrix bularningda musiqa tilida aytilganda shtrixlari bor-da. Masalan, boshqa mana rubob, torlarda mediatorda ushlab chalib ketaveradi. Dutorda lekin aylanma, shunday nimalar o'zini nimalari, shtrixlari bor, u murakkab. Murakkab. Ruboblarda unday aylanma degan narsalar yo'q, o'sha mediator bilan o'sha noxunlar bilan chalib ketaveradi. Shuning uchun ham dutorni chalgandan keyin bular o'zi haqiqatan ham mana boshqa deganingizdek rubob cholg'usiga ham qo'shimchaga borishadilar ustozga. Hozir rubob olib kelmabmiz, o'zi rubob ham chalib berishardi. Albatta. Endi bu gap to'g'ri-ya, Barno. Masalan, keyingi musiqa, torli musiqa asboblari bemalol chala olishadi. Pardalari bir xil bo'ladi. Masalan, murakkabligi nimada? Eng qiyin tomoni dutor. Deylik, ikkita tor, lekin bu yerda boshqacha harakatlar ko'p-da, to'g'rimi? Murakkablarga shtrixlarimizda. Ustoz aytganda har xil shtrixlarimiz bor, terma shtrixlarimiz, bilak zarb, ana shunaqa shtrixlarimiz evaziga shunday murakkabroq. Albatta. Sabrina, shu to'g'rimizdagi qiz bilan suhbatlashasiz mikrofon bilan. To'g'rimizdagi. Xo'p, mana mikrofon. Xo'p, ular chunki havas bilan qarab turibdilar, men nimadir desam bo'larmikan deb. Xo'p. Marhamat. O'zingiz tanishtirib. Men Yusupova Mehrinsonman. Mehrinso, xush kelibsiz. Rahmat. Xo'p, dutoringizni yaqin dugonangizmi endi? Har doim sirlashamizmi? Birga yuradi. Xo'p.
O'zi shunaqa bo'ladi, dugonasiga aylanib qoladi. Qayoqqa borsa, u bilan birgada. Xo'p, Mehrinson necha yoshdan boshlagandingiz? Men 9 yoshimdan qatnaganman dutor bo'yicha. Bu dutorga qiziqishimdan uyimda bobom chaladilar. Ha. Shunga qiziqqanman-da, keyin dutorga qatnaganman. Xo'p, maktabda dars mashg'ulotlari qanday ketyapti? Yaxshi. Umumiy o'rta ta'lim maktabidagi jarayonlar qiziqroqmi, musiqa maktabdagimi? Ikkovi ham. Musiqa maktabga ko'proq kelgisi keladi. Ha. Chunki ijodkorlar shunaqa, musiqa maktabga chopadi. Chunki sevimli mashg'ulotlari musiqa maktabida. Xuddi shunday. Shunday. Deylik, hozir jamoa bo'lib ijro etildi, kuy. Xo'p, jamoadan qolib ketsa kimdir, qanaqa bo'ladi holat? Kimdir bir qadam yoki bitta harakat orqada qolib ketsa, buziladimi? Yo'q, unchalik buzilmaydi. Yetib olish osonroq bo'ladi. Yetib olish. Yetib olish osonroq bo'ladi. Demak, ansambl bizga keyin nimani taqdim etadi? 3-kuyimiz nima? Tojik xalq termalari. Tojik Tojik xalq termalari. Hozir, Men mikrofon olaman. Marhamat qizlar. Juda. Farruh, xohlagan bir dutorni olinglar. Farhod aka chalib beraman deyapti. Ha, men hozir chalib beraman. Xo'p, Mana shu yigitimizni dutorlarini olib turamiz. albatta. Mani Men to'g'risini aytsam raqsga tushgim kelib ketdi. menga bermang, ushlang. Xo'p, raqsga tushing. Nima o'ynamadingiz? Farruh. Xo'p, endi mana dutorning ham menimcha hududiy farqlari bor-a, barno.
Deylik, 3 ta farqi bor. Xorazm dutori deymiz. Qanaqa dutor farqlar? Nimada farqlanadi dutorlar? Hozir bu qanday dutor bu? Bu o'zbek cholg'ularida dutor. Qoraqalpoqniki bor, Qoraqalpog'iston dutori bor. keyin Xorazm dutori. Xorazm Nimalar dutori. bilan farq qiladi? Ular Notalarimi, tuzilishlari? sozlanishlari bilan farq qiladi. Sozlanishi bilan. Deylik, maqomda ishlatiladigan dutor bu bo'ladimi? Yo'q, bu xalq cholg'ularida ishlatiladigan dutor bu. Maqomda ishlatiladigan dutorimiz bundan sal farq qiladi. Keyin bu pardalari jilka bilan o'ralgan bo'ladi. Endi qadimda ustoz aytgandek bu kabi o'sha jilka bo'lmagan, ya'ni tor bo'lmagan, ipakdan qilishgan ekan, ipakdan qilingan. Ha, shunaqa. Va uzilib ketaverganligidan ular hattoki uzunroq qilib o'rab ham olishgan ekan, davomiga tortib ketish bo'yicha-da. Hozir endi bu texnikalar rivojlanib ketdi. Mana shu dutorni sozlash qismi bu keyinchalik kirib kelgan bu. Shunday. Ha. Dutorni sozlashni o'ziga necha minut ketadi? Dutorni sozlashni o'ziga ko'p vaqt ketmaydi. Masalan, yangi sim uzilgandan keyin sim qo'ysangiz 2 minut, 3 minutlar ketadi. Ayo, shunday chalib yurilgan dutorga bo'lsa nechadir sekundlar ketadi. Unday ko'p. Bu hozir soz dutori. Soz dutor. Qoyil. Bahodir aka, Barno bugungi tashrif uchun rahmat. Juda ham qiziq bo'ldi. Suhbatimiz ham dutor haqida bilmaganlarimizni bilib oldik va asosiy savolim Bahodir aka bugun yoshlarning o'sha ijod maktablaridagi faollik edi. Ijod maktablarida bugun yoshlar faol bo'lishi kerak. Shunday. Bugun imkon borda, maydon borda. Chunki hozir bolalar musiqa va san'at maktabidan keladi deganda dunyoni narxlarini o'rganib chiqdik-da. Eng arzon olmasa ham bo'laveradigan darajadagi narx qiymat O'zbekistonda ekanda musiqa maktablariga. Chunki o'sha ancha dollarda to'lanar ekan va chegaralangan ekan. Deylik 10 ta oladi, 5 ta oladi, kira olmaydi, imtihon asosida olinadi. Qiyinchiliklari ko'p ekanda. Bizda esa imkoniyatlar bor. Bor. Imkoniyatlar bor. Bizda Xudoga shukr, mana davlatimiz rahbari tomonidan, Madaniyat vazirligi tomonidan shunday bir imkoniyatlar yaratilganki, o'quvchilarimiz shu musiqa va san'at sohasiga o'qishlariga juda katta imkoniyatlar va keng mana xonalar, shinam o'qituvchilarni ham malakali o'qituvchilarni borligi bu yoshlarimiz uchun bir katta imkoniyat. To'g'ri. Va mana shu o'quvchilarimizni mana xalqaro respublika tanlovlariga ham chiqishlariga bir imkoniyat bo'lyapti. Albatta. Albatta. Barno rejada qanaqa jamoa bilan deylik Muhabbat Shodiyevani esladik, bugun yaxshi ish bo'ldi. Ustoz xalqaro arenalarga o'quvchilarni olib chiqa olgan edi, Sherobodni tanitgan edi. Anorni bejizga eslamadim. Chunki Sherobodni brendi Anor, dutori ham brend edi o'sha vaqtda. Hozir harakatlar bo'lyaptimi yana? Harakatlar qilyapmiz. Endi tashlab qo'ymaymiz. Ustozni ishlarini davom ettiramiz. Albatta, rahmat. Hozir ham brend bo'lib turibdi, tanlovlarda, Albatta. tadbirlarda juda ishtiroklar yaxshi. Kecha ham bir hisobot konserti o'tkazdik. Bular juda faol ishtirok etib, o'zlarini ko'rsatishlar mana. Yashashsin. Juda ham zo'r. Rahmat. Demak, qadrli teletomoshabinlar, suhbatdoshlarimiz Sherobod tumanidagi 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining ustozlari hamda ushbu maktabda tahsil olayotgan iqtidorli yoshlar bo'lishdi. Xush ko'rdik, yana bir bora kuzatib qo'yamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Ijodlaringizga omad tilaymiz. Hech qachon to'xtamanglar. Rahmat. Bahodir aka, rahmat. Tashrif Omon uchun. bo'linglar. Yana kutib qolamiz. Ijodkor yoshlar. Jamoatlik sizlarga ham. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, charchamang. Kuzatib qo'yamiz. Demak, qadrli teletomoshabinlar, bugun Munavvar kunni boshdan oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, bir haqiqatni anglagan bo'lsangiz kerak. Inson bu hayotda har narsadan qofiya izlamaslik kerak. Albatta. Harakatda bo'lish kerak. Deylik, bahonalar bugun menimcha bizni faqat orqaga olib boraveradi. To'g'rimi, Sabrina? Vaqtni to'g'ri taqsimlash va unga rioya qilish, ko'proq izlanish, intilish bu haqiqatdan ham insonni yana ham o'sha yetuklik sari olib boradi. Farruh, bugun suhbatdoshlarimizdan qaysi suhbatdoshimizni fikrlari sizga juda ham ma'qul bo'ldi? Menga Sarvarbekni fikrlari juda ma'qul bo'ldi, chunki yoshlarga hozir yaratilayotgan sharoitlardan albatta keng foydalanish kerak hozir paytda. Xuddi shunday. Va o'sha faoliyatni sizdan ham kutib qolamiz. Sizdan kutib qolamiz. Bugun ko'proq sizni gapirishingizni xohlashdi. Demak, qadrli teletomoshabinlar, Munavvar kun musiqiy dam olish dasturi ijodkorlari hamisha iqtidorlilarni, iste'dodlilarni, muvaffaqiyatga erishayotgan yurtdoshlarimizni sizga tanishtirishdan charchamaydi. Brend degan so'zni oldik, ya'ni bu yaxshi nom, yaxshi maqomda. Mana shu maqomga erishish uchun inson doim harakatda bo'lish kerak, darajasini oliy qilib olish kerak. Biz ham bir brend yaratishimiz kerak, Farhod aka. Farruh. Brend. Munavvar kun brendi bor. Brendi. Munavvar kun hashtagi asosida juda ham ko'p
postlar qo'yiladi va fikrlar bildiriladi. Xayrlashamiz, Farruxdan boshlaymiz. Marhamat. Xayrlashamiz. Bugungi dasturimiz o'z yakuniga yetgan ekan. Qadrli teletomoshabinlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarda yana uchrashguncha salomat bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, ko'rishguncha sog' va omon bo'ling azizlar. Albatta. Har kuningiz bo'lsin munavvar. Qofiya bilan tugatyapti Farhod aka yana. Bugun-ku tugab qoldi-ku. Bugun mayli, har kuningiz bo'lsin munavvar. Bugun tugadi dastur. Bo'lmadi qofiya. Xo'p, mayli. oxirgi- Keyingi safar o'xshab qolar. Salomat Ko'rishguncha bo'ling. omon bo'ling. Omon bo'ling. Marhamat.